Shunaqa kunlarga yetkazsin. Bitta guldiroz qarsakinglar. Haligi Olimpiada chempionlari kelganday bo'ldi-yu o'zingizda. Xo'p, sizdan bir narsa deb qo'ying. To'rt qator she'rmi, Damas haqida. Rahmat deb qo'ying. Gitler kabi. Yo, hammalarga rahmat. Hammaga shunaqa yutuqlar yutish nasib qilsin. Hammalarga kelganlar. Susamiz savdo markazida o'yin haqqoniy bo'ldi. Mana bormadingiz, sizga chiqdi, olib kelib berdik aka. Xullas, bugun Uchko'prikda o'sha Kelmakan hududida Susambilda Damas yutib olibdi, Novoy inson yutib olibdi. Shuni topshirishga va'da qilingan edi, keldim. Damas minmaganiga ancha bo'ldi, lekin mazza qilyapman. Qarsanglar bo'lsin. Mikrofon yo'qmi ekan? Mikrofon bormi? Mikrofon beringlar. Chap tarafingizda. Bir assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, bugun yaxshi inson, Rasuljon akamiz shu yerdami? Xo'p, assalomu alaykum. Buni tabriklaymiz, qarsaklar bilan. Yaxshi inson ekan, men shunday ko'rdim, ishqilib qimorvoz emasmi deydi. Novoy inson ekan, rostdan ham qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana nasib qilgan ekan shu Susambil kompaniyasi tomonidan, xodimlar tomonidan shu Damas siz meni qarindoshim emassiz, to'g'rimi? Yoki o'sha xodimlarning qarindoshi halol bo'ldimi hammasi? Chiroyli, yaxshi kunlarga mening yangi ekan, xudo xolasa, bugun ham metan qo'yaman tag'in bor. Xo'p, tinchlik omon. Bolalaringiz yetdami hammasi? Ayolingiz, ota-ona, joningiz sog' bo'lsin. Farzandlardan nechta? 5 ta, xotindan nechta? Bitta. Ana shu bitta xotin o'sha farzandlar ota-onaga doim yaxshi elga yurtga xizmat qiladigan inson bo'lsin. O'zi masjidagi aholi ham yaxshi insonlar, hammasi. Joni sog' bo'lsin, umrlar. Qani, onangiz yetdami? Kalt kimga topshiraman? Onasiga-da. Demak, sizlarga kalt beraman, sizlar hamma bitta repisa qo'lay. Deyorasizlar, qani buni. Qani. Ketdi-da, men kelsam siz to'chadi. Ssenariyda bor u. Ssenariyda bor. Xullas shunday gapiraymi? Ona yaxshi, assalomu alaykum. Yelkaga urib qo'yadi bizlar. Duo zo'r ekanda, men ham duo qilasiz, men ham yutib olaymi deb. Yoningiz sog' bo'ling. Deyaptimi? 1-2. Narigisi maylar. Apparatura bu ko'p joyda parod qiladigan narsa. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Asosan nima ish qiladi ko'pchilik? Dehqonchilik, yaroqchilik, chaqimchilik deydi. Yo, yaxshi yashanglar. Novoy inson, yaxshi inson bo'ladi, biz mahallada ham bor. Doim halol mehnat bilan, oson emas, ayollar nima ishlaydilar? Gaz yo'qmi mahallada? Bizdan bo'yagansizlar. Biz ko'mir yog'yapmiz. Azizlar. Ishlamadimi? Shunaqa kunlarga yetkazsin. Bitta guldiroz qarsakinglar. Haligi Olimpiada chempionlari kelganday bo'ldi-yu o'zingizda. Xo'p, sizdan bir narsa deb qo'ying. To'rt qator she'rmi, Damas haqida. Rahmat deb qo'ying. Gitler kabi. Yo, hammalarga rahmat. Hammaga shunaqa yutuqlar yutish nasib qilsin. Hammalarga kelganlar. Susamiz savdo markazida o'yin haqqoniy bo'ldi. Mana bormadingiz, sizga chiqdi, olib kelib berdik aka. Ishonarlimi ekan? Mazza qildingizmi aka? Gap yo'q. Susamiz savdo markazida hammani kutib qolamiz. Susamiz savdo markazi Uchko'prikda eng lider do'konlardan bittasi. Susamiz savdo markaziga toshqlar, olqishlar bo'lsin. Tashliqlar bir bola bo'lib ketdi. Men ham televideniyada ham adashib turaman. Onaxon, joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Onaxon sizga bir to'rt og'iz gap chiroyli niyat qilib hammaga
Amin qilamiz, yaxshi niyat. Ani Assalomu alaykum. Mana shu bizni xonadonga kelgan aziz mahalladoshlar, qarindosh urug'lar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana shu xursandchilikda. Xursand shamoq. ey gap yo'q. Ona, bardan bo'ling. Ilohim mana shu Suzanbul do'konlaringga Allohim barakasini bersin, omadlaringni bersin. Yashang, rahmat. Shunaqa yutuqlarda mana shu mahallamizdagilar hammalar yutib olishiga tilakdoshman. Ana, Yurtimiz yaxshi tinch duo. bo'lsin, Ana. qashshomiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Duo qiling endi. Ilohim farzandlarimni ham umri uzoq bo'lsin. Onajonlari sog' bo'lsin ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, mahalla ko'yimiz tinch bo'lsin ilohim. Yaxshilik kunlar, to'ylar bo'lsin ilohim. Sizlarga ham omad tilayman. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtboshimizni ham parjoni sog' bo'lsin ilohim. Amin. Rahmat hammalaringga, kelganlaringiz uchun, yoppasiga oshga hammalaring bayramlaringiz muborak bo'lsin. Tinchlik, omon, xotirjam. Alloh. Zo'r bo'ldi, hamma uyingga bor deydi.